Bugungi keysimiz direct orqali juda ham ko'p kelgan savollarga bugun javob berib o'tamiz. Doktor, operatsiya umumiy narkoz ostida bo'ladimi? Albatta, barcha turdagi operatsiyalarimiz umumiy narkoz ostida bo'ladi. Faqatgina blefaroplastika va smas facelifting mahalliy og'riqsizlantirish ostida bo'ladi. Abdominopastikadan keyin necha kunda javob berasizlar? Odatda abdominopastikadan keyin 4-5 kunda bemorning holatiga qarab uyiga javob beramiz. Operatsiyadan keyin necha kun og'riqlar bo'ladi? Abdominoplastika, liposaksiya, lipofilling, body lifting operatsiyalaridan so'ng 2-3 kun og'riqlar bo'ladi. Necha kun korset taqib yuraman? Odatda korsetda 1 oy yuriladi. Operatsiyadan keyin chekish mumkinmi? Operatsiyadan keyin iloji boricha chekmaslikni tavsiya beramiz. Mammoplastikadan so'ng necha kunda cho'milishga ruxsat berasizlar? Mammoplastikadan keyin 15 kunda cho'milsa bo'ladi. Doktor, abdominopastikadan so'ng qancha vaqtda ishga qaytsam bo'ladi? 1 oydan so'ng ishga qaytsangiz bo'ladi. Xo'sh, umumiy qilib shuni aytishim mumkinki, jarrohlik operatsiyasidan so'ng reabilitatsiya va shifokoringizni ko'rsatmasiga amal qilsangiz, albatta siz o'ylagan natijaga ega bo'lasiz.